hayotda nimaga yashaysan masalan? Bu dunyo narsasi bu dunyoda qoladi. Mayli, hammamiz rizq uchun yuramiz, masalan, pul topish uchun. Lekin sen bitta akangga yo opangga yoki jigaringga sen kerak vaqt tura olmasang, sen nima qilasan dunyoni yig'ibdi? Masalan, kambag'al paytingga bir kosa ovqat yegansan. Trilliarder bo'lib ketgan paytingga sen 10 kosa ovqat yemaysan-da, bir kosa yeysan. Просто odam nafsi yomon-da. Почему nimaga men turmasligim kerak-da hozir? Не то что uy, любой narsa beraman-da, masalan, akam masalan nima xohlaydi, yurak nima xohlaydi, men любой narsaga tayyor. Lekin men uchun aka, uka, opa, singil не то что birga yashaganingda sen bir umr sen jigar bo'lishing kerak-da. Nimadir o'zgaryapsanmi? Demak, atrofingdagi kimdir seni o'zgartiryapti. Boshqa narsa emas. Ber, nima qiladi? Ber onasini, akangga ham, opa-ukalarga ham ber, bola qilmaydi-ku, jigaring-ku deyman-da. Shu ba'zi shu bola paytingni yaxshi eslasang, hech kim men o'ylayman 5 yoshli bola bir-biriga dushman bo'lib anaqa qilmagan-da. Bergan o'sha haq ko'chada kalta yesang, tarafingni olgan, masalan,